Avliyolar va payg'ambarlarga, ziyoratgohlarga borishni sababini aytib beraman. Ularning suyagidan fosfor nuriga o'xshagan nur chiqib o'tiradi. Allohning nuridan tuyulgan bo'ladi. Allohning marhamatlari kuchi bilan. O'sha uchun ularning qabridan chiqadigan nurlar ming yillab turadi. U yo'qlarga ziyoratga borgan odamlar niyat qilib boradi va niyatlari amalga oshadi. Ziyoratgohning asosiy sabablarini asosiysi shu. Ziyoratga niyat qilib borgandan so'ng niyat qilib borilgan ziyorat ijobat bo'ladi va odamlar mushkuliga osonlik topadi. Chunki Allohning nuriga tuyingan, vafot etgan payg'ambarlar, avliyolarni go'rlaridan toza nur chiqadi. 500 yil va 1000 yillar davomida o'sha uchun ziyoratgohlar kerak va odamlar undan o'zini chirkin bo'lgan energiyasini, chirkin bo'lgan nurlarini tozalab borib, shifo topib, ishlarini o'nglanib ketishiga sabab bo'ladi. Raqamli televideniyemizga obuna bo'ling, bizani kuzatishda davom eting.